Hormang, Durdonaxon. Voy, sizmi deysiz? Qo'rqib ketdim. Nega qo'rqasiz? Uyda kim bor? Hech kim yo'q. Yolg'iz o'zim. Siz uyingizga ketmadingizmi? Yo'q, hozir endi ketmoqchiman. Kiyimlarimni almashtirib olay. Bu narsa yeb oling agar xohlasangiz. Yo'q, qornim to'q, rahmat. Uyimdagilar kutishyapti. Ha, mayli, men ishlarimni tugatay. Menga qarang, namuncha ish duras. Kim rahmat deydi sizga? Uyda hech kim bo'lmasa, shunda ham tinim bilmay ishlaysiz-a? Tavba qildim. Harakat qilsam o'zimga yaxshi-ku. Axir o'zingiz aytgansiz. Qancha ko'p harakat qilsangiz o'zingizga yaxshi deb, oson qutulib olasiz degandingiz. Shunaqa. O'zi o'g'ilmikan, qizmikan qorningizdagi? To'g'risi menga umuman farqi yo'q. Bahodir akam ham jinsini so'ramadigan uchun so'ramagandim. Aytgisi kelmayapti. Tug'siz xolingiz beshiga olib kelar ekanlar. Bilmadim. Mendan avval bolali bo'lmoqchimisan? Hech qachon bunaqa bo'lmaydi. Agar bu o'g'il tug'sa, yana uydagilarning oldida hurmat oshadi. Bunaqasi ketmaydi. Voy, kechirasiz Durdonaxon. Durdonaxon, yomon tushmadingizmi? Men bilmasdan turtvordim. Uzr, lekin kechiring. Axir telefonga chalg'ib qopman-da. Ko'zingizga qarasangiz bo'lmaydimi? Nima? Shoshilinchda. Xoningizga hech narsa qilmadimi? Kechiring, xo'p. Uzr, shoshyapman. Kiyimlarim, o'lsin kiyimim. Mayli, men shoshyapman. Bolam. Assalomu alaykum. Durdona? 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 Durdon? Ey, nima bo'ldi? Tinchlikmi? Men yiqilib tushdim. Nimaga yiqilasan? Bolaga hech nima qilmadimi? Yo'q, qo'lim bilan yiqildim. Tur. Menimcha hech narsa qilmadi. Qani yur, shifoxonaga boramiz. Yur. Tur. Ovsining shu holingni ko'rib indamay ketib qoldimi? Ehtiyot bo'l. Qattiq yiqilmadim. Shifokorga borish shart emas. Yo'q, boramiz, yur. Ehtiyot bo'l. Ehtiyot bo'l. Yaxshimisan o'zing? Yaxshiman. Menga qani? Ko'rinishing g'alati, a? Qo'llaring titrayaptimi? Yo'q, unaqa emas. Rostini ayt, menga nima bo'ldi, a? Oyi, gapni nimadan boshlashni bilmayapman. Bir nimani boshlamading ish qilib. Ochig'ini gapira qolsang-chi, a? Voy, hozir dadang kelib qolsa-chi, umuman gaplasha olmaymiz. Oyi. Bilmasdan ovsinimni itarib yubordim. Nima? Sen joydami sen? Ataylab qilmadim. Voy tavba. Yaqinda ko'z yoriydi. Shunga alamim kelib ketdi. Menda bo'lmayapti-ku, oyi. Voy bola. Menda ham bo'lishni xohlagandim. Bilmasdan. Ahmoq. Endi aniq. Uyingdagilar seni haydashadi. Ering bilan ajrashasan, ko'rasan. Shu
shuni xohlaganmiding? Oyi, bilmay qoldim. Hammasi birpasda bo'lib ketdi. Endi nima qilaman? Voy, yiqitishga yiqitib, qo'rqib qochib kelaverdingmi?